Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Bugun sizlar bilan 8-O'zbekiston tarixi darsligining 3-mavzusi Zahiriddin Muhammad Bobur va Muhammad Shayboniyxon munosabatlari bilan tanishamiz. Bizga ma'lumki, 16-asr bo'sag'asida Temuriylar davlati taxti uchun kurash avjiga chiqqan bir mahal edi. Aynan shu davrda Zahiriddin Muhammad Bobur siyosat maydoniga keldi. Ushbu shaxs haqida to'xtaladigan bo'lsak, ushbu shaxs 1483-yil 14-fevralda Andijon shahrida tug'ilgan, bolaligisi Andijon va Axsi shaharlarida o'tgan. Uning otasi o'sha hududlarning hukmdori edi, Umar Shayx Mirzo 1455-1494-yilda yashagan shaxs bo'lib, u otasi Abu Said Mirzo davrida dastlab Kobulda, so'ngra Farg'onada hokim bo'lgan. Keyinchalik akasi Sulton Ahmad hukmronlik davrida unga Toshkent va Sayram hududlari ham boshqaruvga berilgan edi. Ammo o'zaro kurashlar, taxt uchun tortishuvlar natijasida uning qo'lida borig'i Farg'ona, Xo'jand, O'ratepa hududlari qolgan edi. Umar Shayx Mirzo baxtsiz hodisa tufayli halok bo'lgach, taxtga 12 yoshli o'g'li Bobur Mirzo taxtga o'tiradi. Bobur Mirzo yosh bo'lgani uchun unga davlatning boshqaruv ishlarida Hoji Qozi va onasi Qutlug' Nigor xonimlar yordam berib turishgan. Bobur Mirzoning siyosiy kurash maydonida bir orzusi bor edi. Ya'ni Temuriylar saltanatini qayta tiklash. Amir Temur saltanatini poytaxti Samarqandda egallash va yangi davlat barpo qilish edi. Shu orzu izidan harakatlanib borayotgan edi. Xuddi shunday siyosiy vaziyat bir jarayonda dasti qipchoqda vujudga kelgan yangi davlat asoschisi, kuchli sarkarda Muhammad Shayboniyxon ham Moron nahriga bostirib kirish, Temuriylar saltanatini butunlay barham berish ustida janglar olib borayotgan edi. Xuddi shunday vaqtda onasining gapiga kirgan Sulton Ali Mirzo 1500-yil Samarqandni jangsiz taslim bo'ladi Shayboniyxonga va aynan Shayboniyxon tez orada Sulton Ali Mirzoni qatl ettiradi. Ushbu vaziyatda Moron nahri nufuzli davlat arboblaridan biri Shayxuliston Abdulmakorim Bobur Mirzoni Samarqand taxtini egallashga da'vat qiladi. Aynan xuddi shu vaqtda Bobur Mirzo 1500-yil kuzda Samarqandni yurish qiladi va taxtni ikkinchi marotaba egallashga muvaffaq bo'ladi. Afsuski, Shayboniyxon 6 oy davomida Samarqandni qayta qamal qiladi va Bobur Mirzo Samarqandni tashlab chiqishga majbur bo'ladi. Samarqandni tashlab u Kobul tomon yo'l oladi. Bu ma'lumotlar Bobur Mirzoning qizi Gulbadan begimning Humoyunnoma asarida batafsil berib o'tilganini ko'rishimiz mumkin. Bobur Mirzo 1504-yil Kobul shahriga yetib keladi va u yerda o'z hokimiyatini o'rnatadi. Va Kobuldagi Bolahisor qal'asini o'ziga qarorgoh qilib tayinladi. Ushbu hududda obodonchilik ishlarini amalga oshirishni boshlab yuboradi. Aynan shu davrlarda Temuriylar sulolasining yoshi katta vakillaridan biri Sulton Husayn Bayqaro barcha Temuriy shahzodalarini birlashtirish va Shayboniyxonga zarba berish uchun mashvaratga chaqiradi. Shu qatorda Bobur Mirzoni ham taklif qiladi. Afsuski 1506-yilda Husayn Bayqaro vafot etadi. Undan keyin qolgan uning vorislari va boshqa Temuriy shahzoda o'rtasida kelishmovchiliklar ushbu mashvaratni bo'lmasligiga sabab bo'ladi. Mana shunday og'ir vaziyatda Shayboniyxon birma-bir Moron nahrining markaziy shaharlarini egallaydi va Temuriylar hukmronligiga barham berganini ko'rishimiz mumkin. 8-O'zbekiston tarix darsining 3-mavzusi haqida fikrlarimiz shulardan iborat edi. Keyingi mavzularni ko'rishguncha xayr.